Azizlar, mana akfa eshik derazalarni ustamiz qurib ketishdi. 1.20 biri qirla 850 ming 800 ming qilib beriladi. O'sha narxda kelishtirib qilib berildi. 5 ta oldik bir joyga. 1 million 100 adashmasam. Oqi 90 ga 205. Mahallalari 1 million 300 1 million 400 atrofida adashmasam shunaqa narxga qo'yib berishdi. Kelishtirib qilib berildi. Bu aytilgan narx ekan ustamizni. Biz bir joyga 5 ta gaplashdik. Kelishtirib qo'yib berildi bular hammasi. Mana bergan bitta oq bu. Uchoq oq bo'ldi. Bu spalni, bu koridorimiz. Bu mehmonxonalar ikkita qurildi. Mana hozir o'rnatib ketishdi. Ustanovkasi bilan. Bu karishni. Mana eshik, deraza. Nasib bo'lsa pol patologlar, aboylarni ham qilamiz. Yaqinda kuzatib boraylik. Va jarayonlar davom etyapti. Nasib bo'lsa chistovoyni ursak, o'shki qismini hozir bir chornovoy yaqinda ko'rsatamiz. To'liq mana akfalarimizni. Akfalarni ham qo'yib ketishdi. Ertaga 25-aprel nasib bo'lsa mana bu yerdan boshlaymiz shkaturkani. Jarayonlarni kuzatib boraylik. Topganlaringizga Alloh baraka bersin. Hammaga rahmat.